Bog'danov Baxtinur Toshkent davlat stomatologiya instituti xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i vazifasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bolaligimdan turli xil fanlarni chuqurroq o'rganishga qiziqib kelyapman. O'yinqaroq ham bo'lganmiz, lekin doimo asosan shu maktabdan kelgandan keyin fanlarni o'z vaqtida bajarish, uy topshiriqlarini o'z vaqtida bajarishni birinchi o'ringa qo'yardik. Kundalik uy yumushlariga ham ota-onamizga qarashardik. Bolalikdan tibbiyotga qiziqishimni dadam uyg'otgan. Ular Forish tumani markaziy kasalxonasida lor shifokori bo'lib ishlagan. Shundan keyin tibbiyot sohasiga qiziqishim yanada orta boshlagan. Keyinchalik yuqori sinflarga o'tgan sari informatika faniga ham qiziqishlarim ortib bordi. Bolalikda darslarni, uy vazifalarini bajarish bilan bir qatorda o'yin-qaroqlik ham bo'lgan. Shu maktabdan kelgandan keyin darrovgina ovqatlanib olgach, uy vazifalarini bajarardim va ko'chaga o'ynashga otlanardik. Qo'ni-qo'shnilar bilan turli futbol, voleybol, turli xil o'yinlar o'ynardik. Lekin eng muhimi o'sha maktab darslarini o'z vaqtida bajarish edi. Keyinchalik 6-sinfdan boshlab Forish tumani 1-maktabda informatika fani bo'yicha to'garakka qatnasha boshladim. Bu informatikaga qiziqishimni o'rtancha akam bu narsaga qiziqishimni orttirgan, chunki u akam ham informatika fani bo'yicha respublika olimpiadalarida doimo qatnashib yurar edi. Bu esa meni kelajakda, demak, hozirgi kunda ham informatika sohasida va tibbiyot sohasini umumlashtirib faoliyat olib borishimga bir turtki bo'lgan. 8-sinfda Respublika iste'dod markazi imtihondan o'tib, respublikada iqtidorli o'quvchilar qatorida ro'yxatga olindi. Keyinchalik Jizzax viloyatidagi Sayljoy akademik litseyiga imtihon asosida o'qishga qabul qilindim va u yerda ham o'z ustimda ishlay boshladim. Informatika fani bo'yicha 9-sinfda, 10-sinfda viloyat olimpiadasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib keldim. 11-sinfga kelganda esa bolalik orzumga erishish uchun biologiya fanidan olimpiadaga qatnashdim. 2001-yilda Toshkent davlat tibbiyot institutining stomatologiya fakultetiga davlat granti asosida o'qishga qabul qilindim. O'qish bilan bir qatorda ustozlarimiz bilan birga jamoat ishlarida, dekanat, rektorat ishlarida ham faollik ko'rsatib keldik. Talabalar ilmiy jamiyati a'zosi edim. U yerda ham bir qancha ilmiy ishlar olib bordik. Ilmiy ishlarimiz mahsuli sifatida 10 ga yaqin turli xil elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalari, o'quv ustubiy majmualar, maqola va tezislar ham chop ettirdik. Bu esa meni keyinchalik shu magistraturaga o'qishga kirishim va u yerda o'z ilmiy faoliyatimni olib borishim uchun bir qadam bo'ldi deb hisoblayman. O'zbekistonda yaratilgan shart-sharoitlardan keng foydalanish uchun har tomonlama o'zim harakat qilar edim. Akam Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim olib yurgan chog'larida men ham Amerikaga borib u yerda ta'lim olishni juda xohlardim va talabalik davrimda men ham Amerika Qo'shma Shtatlariga bordim va u yerda ingliz tili bo'yicha malakamni oshirib, ulardagi bo'layotgan yangiliklar bilan tanishib qaytdim. Bu esa keyinchalik meni magistraturaga kirish va magistraturada ingliz tilida ta'lim olish, o'z ilmiy ishlarim natijasida ingliz tilida chop qilish uchun menga keng zamin yaratib berdi. Magistraturada ham 2 yil davomida ustozlarimiz ko'magi ostida magistr dissertatsiyasini yoqladik. Undan keyin esa 2011-yilda stajyor tadqiqotchi izlanuvchilar institutiga imtihon asosida qabul qilindim. Keyinchalik attestatsiya asosida katta ilmiy izlanuvchilar institutiga o'tkazildim va 2015-yil doktorlik dissertatsiyamni himoya qilish davomida belgiyalik professor mening himoyamga, demak, opponent sifatida tashrif buyurdi va O'zbekistonda olib borilayotgan fan doktorlari tayyorlash bo'yicha qilinayotgan ishlarga yuqori baho berdi va bizda keyinchalik ham o'zini hamkorlikda ilmiy ishlar olib borishiga rozilik berib ketdi. Bundan tashqari shu kungacha Toshkent davlat stomatologiya instituti va turli xil xorijiy hamkorlarimiz bilan hamkorlikda 10 ga yaqin xorijiy professor o'qituvchilar ishtirokida turli xil seminarlar, mahorat darslari va ma'ruzalar uyushtirib kelmoqdamiz. Bu yerda ham o'zimizda, demak, institutimizda ta'lim olayotgan talabalar, magistrantlar, klinik koordinatorlar, yosh olimlar, professorlarimiz va shu butun respublikamizda faoliyat yuritayotgan turli xil toifadagi, demak, stomatolog vrachlarimiz ham ushbu konferensiyalarda ishtirok etishib kelishmoqda. O'ylaymanki, ushbu tashkil qilayotgan ma'ruzalarimiz barcha uchun, demak, o'z foydasini beradi. Baxtnur bilan birinchi marotaba 2000-yilda institutimiz tashabbuskor talabalari sifatida Aviatsiya xalqaro jamg'armasi loyihasida tanishdik va shu kundan boshlab bizning rasmiy do'stligimiz boshlandi. Birinchi tanishuvimiz
xalqaro loyihalardan boshlangan bo'lsa, mana shu kungacha ham birgalikda bir nechta loyihalarni hamkorlikda olib bormoqdamiz. Oxirgi loyihalarimizdan biri respublikamizda oliy o'quv yurtlari orasida startap loyihalari tanlovi bo'lib o'tdi. Bunda 300 dan ortiq loyihalarning ichida bizning loyihamiz g'olib sifatida topildi va bu loyiha rahbarligi bilan bir qatorda mana Baxtinur axborot texnologiyalari bo'yicha o'z hissasini qo'shib kelyapti. Bu loyihamizning maqsadi respublikamizning stomatologiya sohasidagi axborot kommunikatsion texnologiyalarni yanada ko'proq tatbiq etish. ikki ming 2014 yildan beri Toshkent davlat stomatologiya instituti stomatologik kasalliklar profilaktikasi kafedrasida assistent vazifasida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Kafedramizning asosiy ilmiy yo'nalishi O'zbekiston aholisida keng tarqalgan stomatologik kasalliklarni erta aniqlash, ularga tashxis qo'yish va erta oldini olish hamda davolash bilan shug'ullanish. Bundan tashqari kafedramizda stomatologiya fakulteti talabalariga demak stomatologik kasalliklar profilaktikasi va bolalarda karisologiya fanlaridan ham saboq berib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Kafedramizda hozirgi kunda jahon tajribasini o'rgangan holda o'quv dasturlarini yangilash, ularni demak jahon standartlari talab darajasiga olib chiqish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari kafedramizga biriktirilgan poliklinikada asosan demak bolalar yo'nalishida, bundan tashqari demak profilaktika yo'nalishida ham davolash ishlari olib boriladi. Shu kunga qadar fan doktor ilmiy darajasini olish uchun bir qancha davlatlarda xorijiy tajriba almashish va u yerlarda ilmiy ishlarimni bajarib keldim. Jumladan 2012-yil Germaniya akademik almashinuv xizmati dasturi doirasida Germaniyada 2 oy ilmiy ishlarimni bajarib keldim. Bundan tashqari 2013-yilda Angliyaning Liverpool shahrida bo'lib o'tgan Yevropa karisologiya assotsiatsiyasini grantini qo'lga kiritdim va u yerda borib o'z qilgan ilmiy ishlarim natijasini butun dunyo olimlari bilan o'rtoqlashish baxtiga musharraf bo'ldim. Yana bir quvonarli narsani aytib o'tishimiz mumkin. 2015-yil demak Yevropa ittifoqining Erasmus+ grant dasturi doirasida angliyalik hamkorlarimiz bilan birga grant yutib oldik va bu grant doirasida angliyalik professorlar bizning institutimizga kelib, bu yerda 10 kun davomida demak talabalarga va bizning yosh olimlarimizga turli xil ma'ruzalar o'qib berishdi. Va shu bilan bir qatorda biz ham aprel oyida Angliyaga bordik va ularning talabalariga, doktorantlari va yosh olimlariga o'z tajribamizni ulashdik va ularga ham ma'ruzalar o'qib keldik. Bundan tashqari yaqinda 2016-yil Yevropa karisologiya assotsiatsiyasining kongressida o'zimizning shogirdlarimiz bilan birga qilgan ilmiy ishlarimiz natijasini demak u yerda borib ikkita ma'ruza shaklida demak u yerda qatnashib keldik. Bundan tashqari demak bir qancha ham o'zimizni shu yerda birga ishlayotgan hamkasblarimiz bilan birga O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tomonidan e'lon qilingan startap loyihasida ishtirok etdik va bir qancha bosqichlardan o'tib hozirgi kunda bizni loyihamiz g'olib deb topildi. Ushbu loyihaning asosiy mazmuni shundan iboratki, O'zbekiston aholisida tarqalgan stomatologik kasalliklarni ro'yxatga olish, ularni tahlil qilish va ushbu tahlil natijasida har bitta o'zimizning viloyatlar yoki tumanlar kesimida shu tumanga yoki viloyatga mos bo'lgan kasalliklarni profilaktika qilish, ularni davolashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqarishdan iborat. Demak, ushbu startap loyihasida g'olib deb topilgan loyihamizning asosiy mazmuni shundan iboratki, hozirgi kungacha demak aholini unifitsirlangan, ya'ni yagona bitta ularni ro'yxatga olish elektron tizimi yaratilmagan. Biz shu elektron tizimni yaratish bo'yicha demak ilk qadamlarni qo'ymoqdamiz. Bu narsaning afzalligi nimadan iborat bo'ladi? Bu demak har bitta murojaat qilgan odam butun respublika bo'yicha o'sha joylarda joylashgan serverlarda ularning ma'lumoti yig'iladi va keyingi safar boshqa joydagi shifokorga murojaat qilganda ularning shu kungacha bo'lgan demak kasallik tarixi, ular qanaqa kasallik bilan og'rigan, qaysi dorilarga allergik masalan ta'siri bor bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Shularni demak bu elektron bazadan, elektron ma'lumotlar omboridan olib turib, qiynalmasdan tezgina ular haqida xulosa chiqarish, ularning keyingi davolash chora-tadbirlari bo'yicha demak yengilroq
o'z rejasini tuzishga yordam beradi. Bundan tashqari har bir demak viloyatlarimiz yoki tumanlarimizda turli xil kasalliklar keng tarqalgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, qaysidir issiq tumanlarimizda qaysidir kasalligimiz ko'proq tarqalgan, qaysidir tog'li rayonlar tumanlarimizda boshqa kasallik keng tarqalgan bo'lishi mumkin. Bizning guruhimizda demak asosiy maqsadi o'sha joyda ekologik holatlarni ham o'rganish va ekologik holatlarni inson salomatligiga ta'sirini o'rganish. Undan kelib chiqib, ularga maxsus davolash demak chora-tadbirlarni ishlab chiqish va o'sha joylarga joriy qilish. Buni natijasida nimaga erishamiz? Biz aholini kasallanish darajasini erta aniqlaymiz va ularga ertaroq shu narsani oldini olish bo'yicha chora-tadbirni joriy qilganimiz natijasida aholini shu stomatologik kasalliklar bilan kasallanish darajasi kamayadi. Buni natijasida turli xil kelib chiqadigan asoratlar, aytaylik, shu masalan yosh bolalarda bo'ladigan masalan maktabdan qolishi yoki ota-onalarni turli xil shu ishga bormay qolishi, psixologik travmalarni ham oldin olgan bo'lamiz va buni natijasida demak shu aholi uchun sarflanayotgan turli xil ortiqcha xarajatlarni ham oldin olgan bo'lamiz. 2012-yilda London qirollik kollejida, 2013-yilda Germaniya Heidelberg universitetida, 2015-yilda Belgiya Erkin universitetida va hamda Niderlandiyani Akta universitetida malaka oshirish kurslarida bo'lib qaytdik. 2013-yilda men uchun kutilmagan quvonchli hodisa yuz berdi. Menga O'zbekiston Belgisi ko'krak nishoniga loyiq deb topilganim haqida xabar berishganda men o'zimdan xursand bo'lib ketdim, chunki men hattoki meni demak nomzodligim O'zbekiston Belgisi ko'krak nishoniga berilganligidan ham xabarim yo'q edi. Ushbu voqea barcha uchun, butun oilam uchun kutilmagan bir xursandchilik voqeasi bo'ldi. Bu o'ylaymanki, hamma uchun shunaqa bir xursandchilik olib keladigan voqea deb hisoblayman, chunki O'zbekiston Belgisi ko'krak nishoni shu O'zbekistonni nomini jahon miqyosida yuqori ko'tarayotgan, o'z vatanini sevadigan, vatanparvar yoshlarga beriladigan bir ko'krak nishoni hisoblanadi. Ushbu nishon O'zbekiston Belgisi ko'krak nishoni olgandan keyin o'zimiz ustimizda juda katta mehnat qildik. 2015-yilda O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi va bir qancha manfaatdor tashkilotlar tomonidan tashkil qilingan yilning eng faol yosh mutaxassisi ko'rik tanlovini eng faol yosh shifokor yo'nalishi bo'yicha respublika miqyosida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Undan keyin barcha soha vakillari orasida o'tkazilgan forumda esa Grand Prix, ya'ni xorijda bir haftalik malaka oshirish kursini qo'lga kiritdim. Erishayotgan yutuqlarimiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, jumladan O'zbekiston yoshlar, Toshkent telekanallari va bir qancha gazetalarda, jumladan Adolat gazetasi, Turkiston gazetasi va bir qancha boshqa gazetalarda ham yoritib kelinmoqda. Bu esa insonga yanada kuch, g'ayrat bag'ishlaydi. Sizni oddiygina erishayotgan yutuqlaringizni tan olinishi, ularni e'tirof etilishi insonga yanada keyingi erishish kerak bo'lgan marralarda katta kuch bag'ishlaydi. Bolalikdan chuqurlashtirilgan ingliz tili dasturi asosida ta'lim olganligim, AQShda malaka oshirib kelganligim va turli xil xalqaro konferensiyalarda ma'ruzalar bilan ishtirok etib kelayotganligim sababli xalqaro IELTS sertifikati bo'yicha 7 balli sertifikatga ega bo'ldim. Hozirgi kunda esa nemis tilini ham o'rganib bormoqdaman. Yoshlik insonning eng go'zal va mas'uliyatli davri hisoblanadi. Yoshlikda olingan bilim yoki yoshlikda yo'l qo'yilgan xatoliklar insonni bir umr qanaqa hayot kechirishi uchun ta'sir qiladi. O'zbekistonda yoshlarni barcha imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishi, o'z ustida ishlashlari, xorijda ta'lim olish kerak bo'ladimi, O'zbekistonda ta'lim olish kerak bo'ladimi, barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ushbu shart-sharoitlardan men ham foydalanayotgan inson sifatida aytishim mumkinki, hozirgi kunda tibbiyot fanlari doktorlik darajasiga ega bo'lganligim, xorij davlatlarida turli xil ma'ruzalar bilan ishtirok etayotganligim, bu barchasi mustaqilligimizning sharofati bilan bo'layotgan ishlar hisoblanadi. Men bu kasbni tanlaganimdan juda ham mamnunman. O'zbekistonimiz barchaning havasini keltiradigan go'zal diyor. Men yurtim kelajagi uchun daxldor inson ekanligimdan quvonaman. Bu quvonch esa menga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu mas'uliyat meni o'z ustimda ishlashga, bilim olishga va tinimsiz izlanishga chorlab qoladi.